Demak, kelgan joydan davom etsak, birlamchi va ikkilamchi ehtiyojlarni ko'rib chiqdik. Keyingi qism ehtiyojlarni nimasiga qarab, miqyosiga qarab, ya'ni yakka ehtiyojlar, guruh ehtiyojlar va hokazo. Yakka ehtiyojlar bu alohida shaxsning ijtimoiy mavqei, dunyoqarashi va boshqa xususiyatlari ta'sirida shakllanuvchi ehtiyojlar. Bunga masalan nima demoqchimiz? Ijtimoiy iqtisodiy mavqei. Aytaylik, ijtimoiy nuqtai nazardan siz o'qituvchisiz. Iqtisodiy mavqeingiz o'rta qatlamdagi moliyaviy darajadagi insonsiz. Ehtiyojingiz ham shundan qarab kelib chiqadi. O'qituvchida qanaqadir boshqa mamlakatlarga tez uchib borish uchun samolyotga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda doimo daftar, ruchka yoki boshqa o'quv qurollari, kitoblar, darsliklar va hokazo shunga o'xshagan ehtiyojlari bor. Xuddi shu darajadagi mavqedagi, iqtisodiy mavqedagi, lekin ijtimoiy nuqtai nazardan taksist yoki harbiy bo'ladigan bo'lsa, unda ehtiyojlar yana o'zidan kelib chiqadi. Masalan, mashinani u yoki bu detallariga ko'proq ehtiyojni taksiz sezadigan bo'lsa, o'qituvchida bu ehtiyojlar o'z-o'zidan avtomatik tarzda yo'q hisoblanadi. Guruh ehtiyojlariga keladigan bo'lsak, ma'lum bir guruh yoki jamoalarga birlashgan kishilarning birgalikdagi ehtiyoji. Masalan, uzoqqa bormaylik, o'zlarimizni shu iqtisodiyot guruhi. Taxminan 100 tacha talabasizlar, hammangizda umumiy ehtiyojlar bo'ladi. Aytaylik, oraliq nazoratlari yoki yakuniy nazoratlar oladigan payt kelgan paytida, o'sha offlayn kelganingizda, sizda har bir darsni konspekti yoki bo'lmasa o'sha hozirda biz Zoomda yozdirib borayotgan shu video darslarni qayta ko'rish yoki o'rganish, o'qish uchun darslar bo'yicha darslik adabiyotlarga umumiy ehtiyojlaringiz bor deb qaraladi. Bu ehtiyojlarni biz guruh ehtiyoji deyishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam biron bir oila nuqtai nazaridan, biron bir ishda ishlaydigan kollektiv nuqtai nazaridan yoki ko'chadagi umuman yig'ilgan o'rtoqlar nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, masalan 15 ta 20 ta bola yig'ilishib futbol o'ynashga bordi. Ularning guruhida koptokka bo'lgan ehtiyoj paydo bo'ladi. Har bitta bola yakka holatda u koptokka hech qanaqa ehtiyoj sezmasligi mumkin, lekin aynan guruh bo'lgan paytida ularga u ehtiyoj aktual bo'ladi. Xo'p, keyingisi hududiy ehtiyojlar. Bu muayyan hududlarda istiqomat qiluvchi kishilarning birgalikdagi ehtiyojlari sanaladi. Aytaylik, siz tog'li hududda yashaydigan bo'lsangiz, tog'dan pastga tushish uchun xavfsizroq so'qmoq, yaxshilikcha lift yoki boshqa shunga o'xshash narsaga ehtiyoj sezasiz. No, как minimum to'g'ri chiqib tushish uchun so'qmoqli yo'l kerak bo'lishi mumkin. Yoki sovuq hududda yashaysiz, kurtkaga, do'ppiga va hokazo issiq kiyimlarga ehtiyoj his qilasiz. Aytaylik, Rossiyani shimolida emas, ekvatorga yaqin Hindistonda yoki bo'lmasam boshqa Afrikaning issiq mamlakatlarida yashaysiz. Ehtiyojingiz o'z-o'zidan sizni Rossiyada qorda yashaydigan odamlarnikidan tubdan farq qiladi. Shundan kelib chiqib, biz hudud ehtiyojlarini belgilaymiz. Umumjamiyat ehtiyojlari bu endi butun insoniyatning jamiyat miqyosidagi ehtiyojlari. Bunda Rossiyada yashaysizmi, ekvatorda yashaysizmi yoki boshqa yana hududda yashaysizmi, umuman farqi yo'q. Bu har bir insonga birdaniga zarur bo'lgan ehtiyojlar. Birinchisi, aytaylik, oddiygina yashash huquqi yoki uning bazaviy huquqlarining ta'minlanishi ehtiyoji bor. Busiz nima desam, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar yashashni iloji yo'q deb qaraladi. Xo'p, keyingi masalamiz jamiyatning iqtisodiy taraqqiyot darajasi. Ya'ni jamiyatdagi ehtiyojlarni shakllantiradigan bir qator omillar bor. Aniqrog'i ular 6 ta. Hozir asosiylari shundan qarab turib ehtiyojlar paydo bo'ladi. Birinchisi jamiyatning iqtisodiy taraqqiyot darajasi. Yoki o'zi umuman taraqqiyot darajasi deb ola qolaylik, osonroq bo'ladi tushuntirishga. Sizda ham, menda ham suvga ehtiyoj bor. Bu birlamchi ehtiyoj. Gaplashgandek, bu har qanday zamonlarda, qayerda
qanday yashashimizdan qat'iy nazar bor ehtiyoj. Lekin yana shunday ehtiyojlar borki, ular aynan sivilizatsiya yoki o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, tamaddun bilan bog'liq. Siz bilan men internetga ehtiyoj his qilamiz. Bundan 100 yil yashagan odamlarda internetga bo'lgan ehtiyoj bo'lmagan, hech qanaqa internetni o'zi ham bo'lmagan, taraqqiyot darajasi ham u darajada bo'lmagan. Yoki bo'lmasam bugungi kunda asosiy yorug'lik manbayimiz bizani elektr energiyasi hisoblanadi. Elektr energiyasidan biza yorug'lik olamiz. Bundan 50-70 yillar oldin elektr energiyasi unchalik ham ommalashmagan paytida asosiy yorug'lik gulxan orqali, ya'ni fakellar orqali kit yog'idan olingan. Shuning uchun kit ovlaydigan kompaniyalarga, kit ovchilariga va kitning yog'iga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lgan. Bugungi kunda unaqa ehtiyoj sizda ham, menda ham katta ehtimol bilan yo'q. Keyingisi jamiyatdagi ijtimoiy iqtisodiy tuzum. Ya'ni jamiyatning ijtimoiy ahvoli qay darajada, qanday iqtisodiyot u yerda ekanligiga qarab ehtiyojlar yana o'zgaradi. Aytaylik, qaysidir mamlakatda kuchli kapitalistik korporativ iqtisodiyot, boshqa bir mamlakatda esa sotsial kommunistik iqtisodiyot, yana qaysidir mamlakat o'rta asrlardagi tizimda qolib ketgan feodalizm va qirollik mamlakati bo'lishi mumkin. Ularning fuqarolarida ham o'sha iqtisodiy tuzumlardan kelib chiqqan holatda turli xil ehtiyojlar bo'lishi o'z-o'zidan tabiiyligi ko'rinib turibdi. Keyingisi tabiiy geografik sharoitlar. Oldinroq gaplashganimizda hududiy ehtiyojlarni gaplashdik. O'shanda tabiiy geografik ehtiyojlar haqida ham уже gaplashib o'tgandik. Bu sharoitlar aynan xuddi shu tariqadagi ehtiyojlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Issiq hudud, sovuq hudud, to'rtta faslli hudud, yomg'ir ko'proq bo'ladigan hudud, sahro hududlari va hokazo va hokazolar. Keyingisi tarixiy milliy an'analar va urf-odatlar qanday ta'sir qiladi demak ehtiyojlarimizga. O'zlarimizni misol qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston katta nima desak bo'ladi, oila tizimida yashaydigan jamiyatga o'xshaydi. Biza faqat o'zlarimizni oila bilan cheklanib qolib emas, balki qo'shnilari bilan ham juda yaqin, salkam oilaviy munosabatlardagidek iliq munosabatlarda bo'lamiz. Shuning uchun bizada xursandchiliklar ham, qayg'u ham ommaviy amalga oshiriladi. Agar to'y qiladigan bo'lsak, kamida 200-300 ta odam bilan marosimni o'tkazamiz. Shu nuqtai nazardan bizada to'yxonalar qurishga ehtiyoj paydo bo'lgan desak, to'g'ri bo'ladi. Chunki bitta shaharga, qaysi shaharga borsangiz ham kamida bitta ikkita to'yxonasi mavjud. Misol uchun endi qandaydir Yapon mamlakatini oladigan bo'lsak, ular bizga o'xshab to'y qilmaydi. Ularda boshqacha urf-odatlar shakllangan. Shuning uchun Yaponiyada siz to'yxona uchratmaysiz. Agar to'y qilinadigan bo'lsa ham rasm rusumi qilinadigan joyi, mehmonlar soni va hokazo hammasi tubdan farq qiladi. Ma'rakalarni ham yana xuddi shunaqa qilsa bo'ladi. Bundan tashqari, milliy an'analar, urf-odatlardek bularning orasiga din ham kiradi. Musulmon odamni cherkovga ehtiyoji yo'q. Shartli xristian yoki yahudiyni masjidga ehtiyoji yo'q sanaladi. Shundan kelib chiqib, u yoki bu ne'matlar ehtiyojlarga qarab qondirilishga harakat qiladi. Keyingi ehtiyojimiz esa, nimamiz esa, faktorimiz esa aholi sonining o'sishi va uning tarkibidagi nimalar, o'zgarishlar hisoblanadi. Odam soni ko'p kamligiga qarab u yoki bu ehtiyojlar paydo bo'ladi. Masalan, o'sish darajasi tez bo'ladigan bo'lsa, bu nimani bildiradi? Tug'ilish darajasi ko'p ekanini bildiradi. Demakki, mamlakatda aholi tarkibida, ya'ni tarkibiy o'zgarishlar bo'ladi deyapmiz. Qanday tarkibiy o'zgarishlar bo'ladi? Aholi orasida yoshlar ko'payadi, chunki tug'ilish ko'paygandan keyin chaqaloqlar ko'payadi. Tarkibda yoshlar ko'paygandan keyin iqtisodiyot ularga moslashadi. Ko'proq bolalar uchun maktablar quriladi, bog'chalar quriladi. Aytaylik, har xil tagliklar
yoki bo'lmasam sut mahsulotlari aynan bolalarga mo'ljallangan ishlab chiqarilishi boshlanadi. Bola bo'lgandan keyin kasal bo'ladi, unga ko'proq a, bolalar uchun pediatrlarni o'qitishni boshlaydi mamlakatda. Bolalar kasalxonalari, klinikalar отдельный qurilishni boshlaydi. A, Har xil bolalar uchun dori-darmonlar paydo bo'ladi. A, Va hokazo shunaqa iste'mol targibi ham asta-sekinlik bilan bolalar iste'mol qiladigan yoki ularga zarur bo'lgan ne'matlar bilan boshlaydi. Yoki teskarisiga o'sish pasaygan, aytaylik shartli Yevropa mamlakatlarining ko'pchilik qismini oladigan bo'lsak, lekin hayot uzunligi oshgan. Bu iqtisodiyotda teskari tarkibiy o'zgarish, ya'ni bolalar soni kamayishi va qariyalar ko'payishiga olib keladi. Bunda o'zi hozirgi aytganimni teskari prinsiplar, ya'ni qariyalar uchun mahsulotlar, ularni ehtiyojlarini qondirish uchun har xil hospislar, qariyalar kasalxonasi, qariyalar uyi va hokazo boshqa xizmatlar paydo bo'lishni boshlaydi. Va oxirgi faktorimiz bu xalqaro, davlatlararo, millatlararo va mintaqalararo aloqalar hisoblanadi. Bu oddiy so'z bilan aytganda, biron mamlakat bilan boshqa mamlakat o'rtasidagi aloqalarni ta'siri. Agar O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini juda o'zaro munosabatlari iliq bo'ladigan bo'lsa, plus o'z-o'zidan Yevropa mamlakatlari va Avstraliya ham bunga qo'shilishi mumkin. Bunda O'zbekistonda siz birdaniga yaxshilashgan, nima desam, ingliz tili kurslari yoki bo'lmasam viza olish uchun har xil konsalting nimalar, tashkilotlar, chetga o'qishga yuboradigan, ishlashga yuboradigan muassasalarni ko'payishini ko'rishingiz mumkin. Chunki shu mamlakatlar bilan bizning mamlakatning aloqasi doirasida yangi imkoniyatlar esa mavjud ehtiyojlarning transformatsiya qilib sal boshqacha ehtiyojlarga aylanishiga yoki bo'lmasam oddiygina birlamchi ehtiyoj, qorinni to'ydirish uchun ishga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'ladi. O'sha ishni O'zbekistondan emas, qandaydir Amerika yoki Angliyadan topishimiz mumkin. Bu nuqtai nazardan esa u yoqqa ketib ishlash uchun u yoki bu kasbdan tashqari tilni ham bilishimiz kerak. Demak, til o'rganishga bo'lgan ehtiyojga olib keladi. Avval boshlab o'zi ehtiyoj pul topishda bo'lsa ham u transformatsiya qilib shu holatga keladi. Bu o'sha ta'sir yoki teskarisiga qo'shnilarimizni olaylik. Qozog'iston, Qirg'iziston va hokazo mamlakatlar. Tojikiston bilan Qirg'iziston asnomi bizdan tepada turadi va suv resurslari O'zbekistonga kelmasdan oldin ushbu mamlakatlar hududidan o'tib keladi. Geografik nuqtai nazardan suv kamayib borayotganini hisobga oladigan bo'lsak, qo'shnilar bilan mana shu nuqtai nazardan ma'lum bir shartnomalar, kelishuvlar qilishimiz yoki qandaydir aloqalar qilishimizdan keladigan natijalar bizani O'zbekistonda suvga bo'lgan ehtiyojimizni qondirishi, nima desam bo'ladi, dolzarb masalaga olib chiqadi va bu ehtiyojni tarkibini o'zgartirib, uni iste'mol qilish darajasidagi ne'mat tarkiblariga ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Xo'p, endi keyingi nimaga o'tadigan bo'lsak, demak, iqtisodiy resurslar va ehtiyojlarni qondirilish darajasi o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi chizma shaklida bo'ladi. Ya'ni avval boshlab iqtisodiy resurslar yoki bo'lmasam yalang'och imkoniyat deylik, то есть potensial yoki salohiyat bo'ladi. O'sha resurslar, bu salohiyat, bu imkoniyat ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishga o'tadi. Ya'ni qayerdadir suv bor, o'sha suvni olib ichish jarayoni ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, bu bir qismi. Suv o'zi tom ma'noda borligi potensial yoki salohiyat deb qaraladi yoki oddiy iqtisodiy resurs. Yoki o'sha suvni olib kelib qayerdadir dehqonchilik qilish jarayoni, bu ham ishlab chiqarish bo'ladi, sal murakkabroq. Uni yana sanoat ishlab chiqarish va hokazolarga yo'naltirib yanada murakkablashtirish mumkin. Demak, bu ishlab chiqarish endi o'z navbatida ehtiyojlarni qondirish darajasiga yoki iste'mol darajasiga qarab intiladi va ishlab chiqarilgan mahsulot, aytaylik, yetkazilgan qandaydir texnika o'sha iste'molchisini topib ne'mat sifatida foydalanishni boshlanadi. Xo'p, ishlab chiqarish
imkoniyatlari va ehtiyojlarini qondirish darajasini oshirish zarurligi iqtisodiyotning eng asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Chunki bu yerda bitta paradoks bor. Ehtiyojlarni qanchalik biza qondirsak, keyingi ehtiyojlar oldingi ehtiyojlardan shunchalik ortib boradi yoki bu yerda geometrik progressiya, ya'ni eksponensial ortishni boshlaydi. Suv ichadigan bo'lsak, shirinroq suv kerak, ovqat yeydigan bo'lsak, shirinroq ovqat kerak, uy quradigan bo'lsak, kattaroq uy kerak, bir nechta uy kerak bo'ladi va hokazo va hokazo. Va har keyingi a, iste'mol qimmatroq yoki bo'lmasam ne'mat talabroq bo'ladi. Iqtisodiyotning asosiy prinsiplaridan biri esa, ya'ni o'zini nomida yotibdi, biz o'zbek tilida ham gapiramiz, iqtisodiyot qildik deymiz. Iqtisodiyot qildik degani bu tejash, ya'ni tejash prinsipi. Resurslar cheklangandan keyin uni aynan taqsimlash uchun tejab taqsimlash birinchi bizani aqlimizga keladigan ish hisoblanadi. Demak, resurslarni qanchalik qondirsak, tejash darajasi ham shunchalik nima qiladi? Pasayadi. Lekin shu bilan birgalikda iqtisodiyotning asosiy maqsadi nima desak, aynan o'sha ehtiyojlarni qondirish. To есть qaysidir darajaga yetgan payti iqtisodiyotning birinchi tamoyili uning ikkinchi yana bitta o'zi darajasidagi muhim bo'lgan tamoyili bilan ziddiyatga kelishadi. Yo qondirish, yo tejash nimasi qoladi. Tanlovi qoladi. Endi shu nuqtai nazardan biza quyidagi muammolarni oldimizga qo'yamiz. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishning optimal variantlarini, eng zarur va tejamli turlarini tanlab olish va resurslarni ko'proq ishlab chiqarishga jalb qilish. Mavjud resurslarning har bir birligidan tejab tergab samarali foydalanish va fan texnika yutuqlari va yangi texnologiyalarni joriy qilib, yangi energiya xomashyo turlari, ularning manbalarini topib foydalanishga jalb qilish resurslarni unumdorligini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Xo'p, shu bilan qisqacha birinchi rejamiz tugadi. Chuqurroq yana davom etsak, уже vaqtimiz yetmay qoladi. Ikkinchi rejaga o'tadigan bo'lsak, bu iqtisodiyot nazariyasining fan sifatida shakllanishi. Boshida gaplashib o'tdik, iqtisodiyot nazariyasi fan sifatida shakllanishini Ksenofondga borib taqaladi dedik, ya'ni u Aikos Nomos deb nomlangan kitobni yozgan. Bu bilan to'xtalib o'tirmaymiz. Undan keyingi asosiy bosqichimizni fransuz olimi Antuan Montcretenga borib taqaladi. 1575-1621 yillarda yashab o'tgan bu fransuz iqtisodchisi siyosiy iqtisod traktati nomli bir asar yozadi va bu asar kelajakda hozir gaplashib o'tamiz bir qancha g'oyalarni yaralishida asosiy tamal toshlaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Endi iqtisodiyot nazariyasi fan sifatida shakllanishi uchun bir qancha g'oyaviy oqimlar bor. Bu oqimlar bilan chuqur iqtisodiy ma'lumotlar tarixida tanishib o'tasiz. Bu yerda esa qisqacha urg'u berib o'tsak. Birinchisi, Ksenofont haqida gaplashgandik. Demak, Ksenofont Aikos Nomos yozadi. Undan sal keyinroq yashagan Aristotel esa ikkita kitob yozadi. Birinchisi Nikomoxning etiketi yoki bo'lmasam Nikomoxning odob axloq qoidalari va ikkinchi kitobi Xres Mastika nomli kitob yozadi. Nikomoxning etiketida u iqtisodiy masalalarga, iqtisodiyotni qanday yuritishga va haqiqiy va soxta iqtisodiyot degan tushunchalarga asos soladi. Haqiqiy iqtisodiyot deb u hamma moddiy boyliklarni ko'radi. Soxta boylik yoki soxta iqtisodiyot nuqtai nazarida Aristotel pulni yoki bo'lmasam vositani boshida gaplashgandik, ayirboshlash funksiyasida har qanday ne'matni biz ayirboshlash uchun umumiy o'lchov birligi qilib olamiz deb. O'sha o'lchov birligiga biz pul yoki bo'lmasam valyuta degan terminni ishlatamiz. O'sha valyutani o'zida boylik yo'q, u soxta boylik degan g'oyani beradi Aristotel. Bu g'oya Xresmastika kitobida berilgan. Bu g'oya vaqt o'tishi bilan transformatsiya qilib o'rta asrlarga kelib bullinizm g'oyasini olib keladi. Ya'ni bullinizm nima bu desa, pul ishlab topish san'ati, ya'ni boyish san'ati emas, aynan pul topish san'ati. Bu yerda qanday qilib chorva yetishtirish, dehqonchilik qilish va hokazo emas, aynan nima qilib savdo qilib yoki boshqa yo'llar bilan oxirgi maqsad pul topishni nima qiladi, maqsad qiladi. Agar analog qiladigan bo'lsak, bugungi zamonaviy moliya fani bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda boshida xresmastika, keyinchalik bullinizm shaklida qolgan. O'sha bullinizm shaklini Mankraten, Jon Low, Scaruffi
Stefford va Tomas Mann kabi insonlar yanada transformatsiya qilib, bu nimadan, g'oyadan merkantilizm deb nomlanadigan asosiy oqim yoki iqtisodiy g'oya keltirib chiqarishadi. Bu g'oya bo'yicha jamiyatning boyligi qimmatbaho metallarda o'lchanadi va mamlakat siyosati asosan o'sha pulni, ya'ni bu yerda qimmatbaho metallar deydi. Qimmatbaho metallar o'sha davrda aynan pul sifatida ishlatilgan. Biza hozir biladigan qog'oz pullar yoki elektron pullar u paytda yo'q bo'lgan. Unaqa tasavvur ham unchalik kuchli bo'lmagan. Demak, merkantilizm o'zi nima? Mercato degani italyancha savdogar yoki bo'lmasam inglizcha merchant degan so'z bor. Bu ham xuddi shunday savdo qilish nuqtasi yoki savdo qilish shoxobchasi degan ma'nolarni beradi. Ba'zi kitoblarda italyan tilidan, ba'zi kitoblarda esa lotin tilidagi merchant nimasidan olingan, ba'zi ingliz adabiyotlarida hattoki ingliz tilidan olingan degan nimalarni ham ko'rish mumkin. Haqiqat qayerda yotganini o'zlaringizga havola. Ho'p, demak asosiy g'oya merkantilizm qayerda paydo bo'lgan? Merkantilizm Angliyada taxminan 1600-yillarga to'g'ri keladi. G'oyasi sal ertaroq paydo bo'lgan bo'lishiga qaramasdan, asosiy nimalar o'sha 1600-yildagi Ost India kompaniyasini tashkil qilishga borib taqaladi. Bu Britaniya buyuk istilolar davrasiga keladi, ya'ni butun yer sharini taxminan 45%ni Britaniya imperiyasi egallab olgan paytlar. Bu iqtisodiy tizim ona mamlakat yoki bo'lmasam dominion deb aytiladi va mustamlaka mamlakatlar yoki bo'lmasam koloniyalar deb yuritsak bo'ladi. Demak, dominion va koloniyalar o'rtasidagi iqtisodiy raqs usulida amalga oshiriladigan iqtisodiy siyosat hisoblanadi. Bu raqsda yetakchi dominion mamlakat bo'ladi. Ya'ni Angliya koloniyalar bilan o'zining iqtisodiyotini yurgizadi. Iqtisodiyotning asosini esa oltin, kumush va hokazo qimmatbaho metallar bilan boyish kiradi. Qanday amalga oshiriladi desa, savdo orqali amalga oshiriladi. Ya'ni asosiy g'oya nimada desak, asosiy g'oya eksport importda. Eksport importda bo'lganda ham dominion mamlakatga xom ashyolarni import qilgan holatda ularni tayyor mahsulotga aylantirib, keyin o'sha koloniyalar va boshqa mamlakatlarga eksport qilish orqali oltin va kumushdan, ya'ni xaznani, qirollik g'aznasini boyitish asosiy g'oya sanaladi bu iqtisodiy tizimda. Shu bilan birgalikda boshqa koloniyalar sizdan tayyor mahsulotlarni sotib olish qobiliyatiga ega bo'lish uchun siz xom ashyolarni qandaydir summaga sotib olasiz. Prosta o'zlashtirib olmaysiz. Shu yerda ishchilarning mehnati va hokazolar ham o'sha puldan to'lanadi va qolgan puliga sizdan keyin tayyor mahsulotlarni xuddi shu ishchilar yana obratni sotib oladi. Va bunda ma'lum bir darajagacha koloniyalarni boyitish maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin ularni boyib Angliyadan o'zib ketishiga ham yo'l qo'yilmaydi. Koloniyalarni o'zaro oldi sotdi qilishi yoki boshqa mamlakatlar bilan eksport import munosabatlariga kirishishi mutlaq taqiqlangan bo'ladi. Bunda hammasi Angliya orqali bo'lib, dominion mamlakatga berilib, dominion mamlakatdan keyin boshqa koloniya yoki bo'lmasam boshqa mamlakatga savdo qilinadi. Bu asosiy merkantilizm g'oyasi edi. Bundan keyingi g'oya fiziokratlar g'oyasi. Fiziokratlar g'oyasining asoschisi Fransua Kene sanaladi. Fransua Kene asosiy boylikni oltin va kumushda emas, aynan tabiiy boyliklarda yoki bo'lmasam tabiat bizga inom etgan boyliklarda deb qaraydi. Bunga quyosh, shamol va hokazolardan tashqari tog' kon boyliklari, oltin, kumush, ya'ni rudalar yoki bo'lmasam dengiz mahsulotlari yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlari va shu yerni o'zi kiradi. Demak, asosiy iqtisodiyotni nima tashkil qiladi desak, qishloq xo'jaligiga asoslangan asosiy iqtisodiy tizim. Kon metallurgiya sohasi kamroq bo'lsa ham rivojlangan boylik hisoblanadi. Dengiz mahsulotlari, ya'ni baliqchilik qilish va hokazo ham kiradi. No, baribir eng asosiy boylik nimada yotadi desak, qishloq xo'jaligida yoki tabiiy ne'matlarda yotadi deb qaraladi. Fransua Kene mamlakatdagi aholini tabaqalashtirish g'oyasini beradi. Bu tabaqalashtirish aynan iqtisodiy rolga qarab boylik yoki boshqa
prinsipga yoki kategoriyalarga emas, aynan iqtisodiy ishlab chiqarishdagi roliga qarab belgilanadi. U mamlakatni uch guruhga bo'ladi. Ya'ni birinchisi dehqonlar, fermerlar yoki haqiqiy mahsulot ishlab chiqaradigan fertil qatlam. Ikkinchisi yordamchi yoki bo'lmasam soxta qatlam. Bu sanoat mahsulotlari yoki bo'lmasam temirchilik va hokazo instrumentlar ishlab chiqaradigan nimalar, ishchilar hisoblanadi. Va uchinchi qatlam a, fer, nofertil qatlam yoki bo'lmasam a, tug'mas qatlam deb aytiladi. Bu qatlamga elita, aristokratlar, boylar va yer egalari kiradi. Ko'p ingliz adabiyotlarida ya'ni land owners deb beradi bu narsani. Bu aynan yer egasi. Yerni o'sha dehqonlarga, fermerlarga arenda beradigan odamlar. Shu uchtasini tandemida iqtisodiyot yuradi. A, Qirollar, elita yoki yer egalari nimaga ijaraga yerni fertil sinfga beradi. Fertil sinf u yerda narsa ekib haqiqiy boylikni paydo qiladi. O'sha narsa ekish jarayonida u har xil bel yoki boshqa mehnat qurollaridan, ya'ni temirchilar yoki sanoat ishlab chiqargan mehnat qurollaridan foydalaniladi deb qaraladi. Juda qisqacha aytadigan bo'lsak. Keyingi nimamiz, oqimimiz iqtisodiy klassik siyosiy iqtisodiyot maktabi hisoblanadi. Uning asoschisi William Petty hisoblanadi. Bu juda ham katta mavzu. Buni o'ziga bir necha dars yetadi. Shuning uchun chuqurroq buni iqtisodiy ta'limotlar tarixi fanida o'rganib olasizlar. Qisqacha aytadigan bo'lsak, asoschisi Petty bo'lishiga qaramasdan, Adam Smithning Xalqlar boyligi, tabiati va sabablari to'g'risidagi tadqiqot degan kitobi, ya'ni 5 ta tomdan iborat bo'lgan, boshqa undan oldin yozilgan 5 tomini bir kitobda mujassam qilgan mashhur kitob hisoblanadi. Bu kitobda birinchi marta ko'rinmas qo'l nazariyasi yoki bo'lmasam talab va taklif bozorni avtomatik nimaga tartibga soladi degan g'oya ilgari suradi. Shu yerdan boshlab bugun biza biladigan kapitalizm yoki bo'lmasam erkin iqtisodiyot boshlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Adam Smith esa iqtisodiyotning otasi degan maqomga sazovor bo'lgan. Va 4 yil davomida shu olimni qilgan ko'p ishlarini hali o'qib o'rganamiz. Keyingi nimalar, marjinalizm maktabi bor. Bu unumlilikka e'tibor qaratilgan, ya'ni chekli unumlilik, maksimal, minimal значениyalarda iqtisodiyotni ko'radigan tizim hisoblanadi. Buni ham chuqur tushuntirishga hozir dars davomida imkon yo'q. Shuning uchun qo'shimcha o'qib o'rganib olasizlar. Keyingisi neoklassik maktab, Alfred Marshall. Bu klassik maktabning zamonga moslangan, ya'ni iqtisodiyot rivojlanishi bilan transformatsiya bo'lgan ko'rinishi hisoblanadi. Buyuk depressiya paytida esa keyneschilik ta'limoti yuzaga keladi. Nimaga buyuk depressiya bo'ldi, keyneschilik ta'limoti nima desak, oldingi iqtisodiyotlar nisbatan taklif iqtisodiyoti bo'lib, ko'proq ishlab chiqarishga urg'u berishgan va bunda talab darajasi unchalik ham hisobga olinmagan, plus yana boshqa faktorlar bo'lib, iqtisodiyotlar oxir-oqibat inqirozga keladi. Va bu jarayonda davlat yoki monarxiya yoki boshqa tomondan aralashuv bo'lmaydi. Keyneschilikda esa aynan davlat aralashishi kerak, nazorat kerak degan g'oyalar ilgari suriladi. Bu keyneschilik qo'pol qoida degan bo'lsak, bugungi kunda biz biladigan makroiqtisodiyot fanini asoschilaridan hisoblanadi. Ya'ni makro darajada iqtisodiyotni davlat bevosita bo'lmasa ham bilvosita, ya'ni qonunlar va soliqlar orqali nazorat qilish tarafdorligini kuchaytirish, bank tizimlari va hokazolarni aynan xususiy bo'lgan holatda, lekin davlat nazorati ostida amalga oshirish g'oyalarini ilgari surgan olimlardan hisoblanadi. Undan tashqari neoliberalizm, monetarizm, institutsionalizm kabi yana maktablar bor. Ular haqida ham bugungi kunda hozirda aynan chuqur gaplasha olmaymiz, lekin ular ham bugungi kunda asosiy iqtisodiy g'oyalardan hisoblanib, zamonaviy iqtisodiyot aynan shu g'oyalar aralashmasidan hosil bo'lgan iqtisodiyot deb aytiladi. O'zbekistonda ham agar qanday iqtisodiyot deb savol qo'yadigan bo'lsak, kapitalistik iqtisodiyot desak, unchalik tushunarli bo'lmaydi. Ya'ni qaysi kapitalistik? Men aytgan hozirgi mana bu marjinalizm, neoklassik maktab, keyneschilik
yoki klassik iqtisodiy maktab, merkantilizm, fiziokratlar, bularni hammasini g'oyasida asosiy kapital baribir bor yotibdi. Har bittasini kapitalistik tizimga kirgizsak bo'ladi. Kapitalistik tizimning ichidagi g'oyaviy oqimlar. Mana shularning hammasidan kelib chiqqan iqtisodiyotga esa aralash iqtisodiyot deb aytiladi. Bugungi kunda bizda ham O'zbekistonda o'sha aralash iqtisodiyot tizimida yashaymiz. Ya'ni bu yerda monetarizmda markaziy bank va markaziy bank orqali pul emissiyasi, inflyatsiyani boshqarish, monetar siyosat, fiskal siyosat va hokazolar bor. Liberalizm g'oyalari ham, Adam Smithning talabadagi g'oyasi ham, merkantilizm yoki bo'lmasam eksport importda baribir qaysidir nuqtai nazardan proteksionizm siyosatini qo'llash va hokazolar hammasi mavjud. Ya'ni hozir sof g'oya darajasidagi iqtisodiyotning o'zi mavjud emas butun dunyoda. Shuning uchun zamonaviy iqtisodiyotni biz aralash iqtisodiyot deb aytamiz. Mana shu g'oyalarning aralashmasidan kelib chiqqanligi sababidan. Xo'p, shu bilan ikkinchi rejamiz ham tugadi. Uchinchi rejamizga o'tadigan bo'lsak, bu iqtisodiyot fanning predmeti va vazifalari. Predmeti degani nima? Biron bir fanning predmeti o'sha fan nimani o'rganadi o'zi degan savolga javob beradi. Iqtisodiyot fani nima o'rganadi desak, bunga iqtisodiyotni ta'rifini boshida aytgandik, 2000 dan ortiq ta'rifi bor iqtisodiyotni deb. Ta'riflari ko'p bo'lsa, iqtisodiyotni nimaligidan kelib chiqib, u nimani o'rganishi ham kelib chiqadi. Demak, nimani o'rganadi degan savolga ham ta'riflar juda ko'p bo'lgan. Aristotel uy xo'jaligi qonunlarini o'rganadi deb aytgan, chunki u paytida iqtisodiyot nima edi desak, Oikos Nomos, ya'ni Ksenofont yaratgan uy xo'jaligi qonunlari edi. Merkantilist fiziokratlar, ingliz klassik maktabi esa quyidagi ko'rib turgan qoidangizdagi boshida aytganimizdek to'rtta funksiyani gapirgandik. Ayirboshlash, taqsimlash, ishlab chiqarish, iste'mol qilish. Shularni o'rganish to'g'risidagi yoki boylik manbalarini o'rganish to'g'risidagi fan degan ta'rifni beradi. Adam Smithni, Marshallni siyosiy iqtisodiyot darsliklaridagi yoki economics darsligidagi ta'riflarni ham ko'rishingiz mumkin. Shulardan bizga eng yaqini bu Paul Samuelsonning Economics kitobidagi ta'riflari hisoblanadi. Unda kishilarning moddiy ehtiyojlarini to'laroq qondirish maqsadida cheklangan resurslardan samarali foydalanish, ya'ni boshida aytgandik, iqtisodiyotning asosiy masalasi taqchillik. Taqchillik muammolarini tahlil qilish kishilarning iqtisodiy xatti-harakatlarini o'rganishdan iborat degan g'oyani beradi. Bu g'oya ham to'g'ri. Shu bilan birgalikda merkantilist fiziokratlar aytgan g'oya ham, ya'ni to'rtta asosiy funksiyadan kelib chiqib o'rganamiz dedik. Bu ham to'g'ri. Shundan kelib chiqib bularni hammasini birlashtirgan holda biza o'zlarimizda O'zbekistonda o'rganadigan asosiy g'oyani hozir shakllantiramiz. Lekin undan oldin bir qancha iqtisodiy olimlar Chepurin, Kiselyova, Nosova, Vidyapin, Kamayev, Moskovin, Borisov kabi olimlarning ta'riflarini ham taqdimotdan ko'rib o'rganib olishlaringiz mumkin. Endi hammasini umumlashtirib, demak, iqtisodiyot nazariyasi fani nimani o'rganadi degan savolga javob bersak, fanning predmeti iqtisodiy resurslar cheklangan sharoitda jamiyatning cheksiz ehtiyojlarini qondirish maqsadida hayotiy ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonida vujudga keladigan munosabatlarni, ya'ni boshidagi eslaringizda bo'lsa, klassik maktab g'oyalariga to'g'ri keladi va ijtimoiy xo'jalikni samarali yuritish qonun qoidalarini o'rganishdan iborat. Ijtimoiy xo'jalik degan paytida butun bir xalqni yoki bo'lmasam mamlakat miqyosidagi iqtisodiyotni samarali yuritish qonun qoidalari aynan nazarda tutilyapti. Demak, iqtisodiyot nazariyasi fanning vazifalari asosan to'rtta vazifa ajratilinadi. Bilish vazifasi, amaliy, ya'ni amaliyotdan qo'llash vazifasi, uslubiy vazifalar, metodologiya. Metodologiya bo'yicha hozir отдельно gaplashamiz. Va g'oyaviy tarbiyaviy vazifalari. То есть iqtisodiy tarbiya ham bo'lishi kerak. Oddiygina isrof qilmaslikni misol qilishingiz mumkin. Uyda svetlarni o'chirib, suvlarni isrof qilmasdan tortib, to resurslarni behuda isrof qilmaslik madaniyatigacha. Demak, bu qismi unchalik muhim emas, ko'rib olasizlar. Asosiy iqtisodiy qonun turlari haqida gap ketyapti. Ya'ni ular 3 ta guruhga bo'linadi bu yerda. Umumiy iqtisodiy qonunlar, xususiy va maxsus. Yoki bo'lmasam davriy deymiz xususiyni. Bu qanday iqtisodiy qonunlar o'zi desak, mana bu yerda tizimlar haqida gaplashdik. Liberalizm, monetarizm, marjinalizm. Shu tizimlarning har birisi u yoki bu iqtisodiy qonunlarni chiqaradi. Shunaqa qonunlar bor, umumiy qonunlar. Ular har qanday tizimda ham ishlaydi.
nima bo'lishidan qat'iy nazar bu iqtisodiy qonun. U ko'proq inson psixologiyasi va hayot tarziga bog'liq. Masalan, birlamchi ehtiyojlarni qondirish. Yo'q, hech qanaqa tizim birlamchi ehtiyojni qondirmaydigan bo'lsa. Va hokazo shu tarzda davom etishi mumkin. Keyingisi xususiy yoki davriy qonunlar. Bular bir yoki bir necha iqtisodiy tizimlar davomida ma'lum bir davrda paydo bo'lgan qonunlar. Ular umumiy qonunlar kabi qat'iy bo'lmaydi. O'sha davrda, o'sha hudud uchun to'g'ri bo'ladi, lekin uzoq muddatda boshqa bir qonunlar bilan almashishi mumkin. Keyingisi maxsus qonunlar. Ular ma'lum bir davrda, ma'lum bir hududda, ma'lum bir mamlakatda va ma'lum bir qatlam uchun yoki bo'lmasam ishlatilishi mumkin bo'lgan qonunlar hisoblanadi. Turkumlanishi quyidagi holatda. Masalan, aytaylik, mana bu kichkina davrda nima mishkam ko'rinyaptimi? Tebranishi. Kichkina davrda paydo bo'lgan biron bir maxsus qonun. Bir necha maxsus qonunlar paydo bo'lib, kattaroq umuman davriy iqtisodiy qonun shaklga qiladi. Lekin shularni hammasidan kelib chiqargan bo'lsak, ichidagi qaysidir qonunlar xususiy, qaysidir davriy bo'lishidan qat'iy nazar, ular qandaydir umumiy iqtisodiy qonunni bizga tushunishga yordam beradi. Bu qonunlar odatda ixtiro qilinmaydi, ya'ni kashf qilinadi, chunki insoniyat bilan bog'liq qonunlar hisoblanadi. Uslubiyat. Uslub o'zi nima desak yoki metod yoki metodologiya deymiz. Bu ilmiy bilish tamoyillari tizimi, yo'llari, qonun-qoidalar va aniq ah, hodisalar hisoblanadi. Shu yerda xato yozilib ketgan. Hadislarni konspekt qilgan paytlaringizda ham to'g'rilab qilib qo'yasizlar. Demak, iqtisodiyotda qanday metodologiyadan foydalanamiz biza desak, quyidagi usullarni ishlatamiz. Bular ilmiy abstraksiya usuli, analiz sintez usuli, eksperiment usuli, mantiqiylik va tarixiylikning birligi usuli, makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy tahlillar, induksiya, deduksiya, ikki tomonlama yondashuv usuli va shu bilan birgalikda taqqoslash, statistik, matematik va grafik usullari. Vaqtimiz sal kamroq qoldi. Shuning uchun ulgurgancha gaplashaylik. Kelinglar, analiz sintezdan boshlasak, analiz bu biron bir